Akmal aka, hozir biz lider mehmonxonasidamiz. Necha kvadrat metrga bolalar qachon boshlashdi va qachon tugatishadi? Obedga yaqin boshlandi. 100 kvadrat joyimiz. Xudo xolisa bugun bitadi. Bitta obyektda nechta ustalar ishlashadi bizda? Endi bizda ustalar ko'p. Endi qanaqadir joyda, misol uchun bo'linadigan joy bo'lsa, bola bo'linadi. Bo'lmasam, kattaroq obyekt bo'lsa, bir joyda hammasi 8 ta 10 talab bola ishlaydi. Hozir bularga nima o'rnatyapmiz? Hozir bularga mana hozir reyting qo'yildi, mana yoniga girlator qo'yiladi. Buni kombinatsiya deyiladi. Nimaga kombinatsiya qilinadi, Akmal aka? Hashamdor ko'rinish uchun, chiroyli, hashamdor bu ko'rinish uchun. Nega aynan mehmonxonaga grillator bilan reyting qo'yiladi? Bu restoran, kafe, bar bo'lgani uchun, mehmonxonaning restorani bo'lgani uchun, ko'rinishi, hamjihati chiroyli bo'lgani uchun, hashamdor bo'lgani uchun qo'yilyapti shunaqa. Aziz do'stlar, agar sizda ham mehmonxona, restoran, o'quv markaz, undan tashqari xususiy klinika bo'lsa, albatta Giptal Group korxonasiga hoziroq murojaat qiling. Grillator kerakmi, Armstrong kerakmi, reyshni kerakmi? Biz o'zimiz yetkazib beramiz. O'zimiz borib o'lchab ketamiz. Shaxsiy xabar jo'nating, maslahatlashib olamiz.